Hurmatli bankimiz mijozlari, demak mana bugun 20 noyabr bankimizdagi navbatdagi tadbirkorlar uchun demak har hafta 10 kunda bir bu narsa uyushtirilib turibdi. Demak, kundan kunga yangicha kredit mahsulotlar, yangicha produksiyalar chiqib keldi. Mana kechagi prezidentimiz video selektorlar bo'libdi. Bundan banklarga juda tanqidiy holatda tanqid berdi. Ya'ni imtiyozli resurslardan yaxshi unumli foydalanayotganimcha eng so'nggi chiqqan qarorlar bor. Faqat 328 sonli qaror chiqdi 4-noyabr kuni. Bu qanaqa qarorki, yangi yosh bitirgan studentlarimizni ishga olgan korxonalarga imtiyozli kredit ajratish to'g'risida chiqdi. Ya'ni siz aytaylik faoliyat yuritib kelyapsiz, kamida 6 oydanmi yoki 1 yildan faoliyat yuritib kelgan mas'uliyatlangan jamiyat yoki oliy korxona bo'ladigan bo'lsangiz, sizlarga imtiyozli kredit ajratiladi. Qachonki yangi bitirgan 3 yilgacha bo'lgan yoshlarni olsangiz 5 milliard so'mgacha garov asosida Markaziy bank foiz stavkasidan 4% yuqori, ya'ni bugungi kunda 18%. Muddati 7 yilga beriladi, 2 yil imtiyozli davr qilib beriladi. Maqsad o'sha yoshlarni mutaxassisligi bo'yicha siz ishlatishingiz kerak. Aytaylik, mana birorta jiyaningiz yoki kimdir bitirdi, institut bitirdi, ishsiz. Oliy ma'lumotli ularga ishsizligidan bandligini ta'minlash maqsadida birorta tadbirkor shu yoshlarni ishga olsa, bitta o'quvchini olsa 1 milliard olish mumkin. Ikkita olsa 2 milliard. 5 tasini ish bilan ta'minlasa 5 milliardgacha mana arzon kredit resursini ochib qo'yaman deyaptilar. O'sha kreditlarga foydalansin deydi. Muddatini 7 yilga berilyapti-da 18%. Endi sharti bor uni deydi. O'sha tuzilgan mehnat shartnomasi ekan 2 yil bo'lishi kerak. Aytaylik, u xodim yaxshi emas, chiqishi mumkin, yaxshi bo'lib tortolmasligi mumkin, talabingizga javob bermagan bo'lsa, bo'shatgan bo'lsangiz ham kamida 1 oy ichida unga boshqa o'sha yangi bitirgan yoshlardan takab qo'yishingiz kerak. Ana shu shartlarni bajaradigan bo'lsangiz, shu kredit resurs liniyasidan foydalanishingiz mumkin. 18%dan yaxshi kredit liniyasi.